Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Hamrakulov Murolim. Aziz do'stlar, sizlar Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Azizlar, barchamizga aniq bo'lganidek Firdavs akamiz bugun bolnitsada. Siz ko'rib turganingizdek, xuddi shu bolnitsa, mana nefrologiya. Xuddi shu bolnitsada biz hozir Firdavs aka bilan suhbatlashamiz, ya'ni intervyu olamiz. Bir necha savollariga javob topamiz. Qani unda biz boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Mana bugun men bolnitsadaman. Xudo xolasa mana shu bir haftaning ichida bizlarga vrachlar obeshat qilyapti, operatsiya qilamiz deb. Shu kungacha bizlarning operatsiyamiz bo'lmaganligi sababli bizlarda ayam ikkalamizni gripp bo'lib qoldik va o'shaning uchun operatsiyani to'xtatib qo'ydi. Vaqtinchalik hozir mana bizlar ikkalamiz ham yaxshi bo'ldik. O'sha tayyorgarlik ko'ryapmiz. Mana men analizlar, har xil analizlar topshirib, mana endi bugun apparatlar yurakni sutishni monitorlar osib qo'ygan menga. Hozir men shu kuzatuv jarayonlarida mana shu meni observat qilyapti bular. Xudo xolasa shu bir haftaning ichida vrachlar aniq operatsiya qilib deb shunday va'da berishyapti. Menga hozir sizlarni shu duolaringiz kerak, birinchi o'rinda asosiysi va mana shu kungacha qo'llab-quvvatlab kelgan insonlarga hammasiga rahmat deyman, chin ko'nglimdan. Shu sizlarni borlaringiz shukr, hammalaringga rahmat, chin yurakdan rahmat. Hammalaringga chin yurakdan rahmat. Va hozirgacha mana shu duo qilgan insonlarga rahmat, hammalaringga. Shukr sizlarga. Xudo xolasa operatsiya bu yaxshi chiqsak, shu ko'rishni sizlar bilan nasib qilsin, hammalaring bilan ko'rish nasib qilsin. Yagona tilagim shu, meni duoyim shu. Rahmat sizlarga, hammalaringga rahmat. Mana Xudo xohlasa, Firdavsjon bilan bizni operatsiyamiz bir hafta orasida bo'lib o'tish kerak. Mana shu operatsiyadan chiqqanimizdan keyin bizni Firdavs bilan orzu havasimiz, kimni qanday imkoniyati boricha biz uyimizga taklif qilmoqchimiz. Bir ochiq stolda, ochiq bir chehra bilan hammalaringizni ko'rib, hammalaringizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ya'ni Firdavsjonni bu ikkinchi tug'ilgan kunini nishonlash desak ham bo'ladi. Biz sizlarni hammalaringizni uyimizda kutib qolamiz. Hammalaringizga rahmat. Operatsiyadan so'ng sizlarni biz o'zimizni uyimizda kutib qolamiz. Inshaalloh shu kunlarga yetkazsin Xudoyim do'st.